Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoqqa kuzatuvchi aka-ukalar va o'zini yuvish shoxobchasiga qiziquvchi ukalarimiz uchun, akalarimiz uchun ko'pincha yoshlar qiziqadi. Ya'ni sammoy deb aytamiz bu narsani. Karklin jamoasi O'zbekistonni Vodiy tomonda, ya'ni Qo'qon shahrida o'z ish faoliyatini davom qildirib turibdi. Mana shu bir oy oldin mana shu apparatlarni qo'yib berib ketdik. Mana bir oydan keyin o'zlarimiz test qilish uchun keldik. Ya'ni bu kelganda quruq kelmadik. Ukamiz bitta Suxoy tumanini mana olib keltirib berdik. Xudo xolasa shuni ustanovkalarini qilishadi xudo xolasa. Jarayonni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib kuzatib turibsiz. Mana ideal ravishda qurilgan. Sifatiga umuman gap yo'q. Yana qaytarib aytaman, narxlar ham yonbop narxda. Premium klassda qilingan ish bu. Hamma narsasi joylashgan. Endi ichkariga kiramiz. İchkariga kiramiz. Mana Karklin jamoasi ustanovkalariga e'tibor qiling va ukamiz bor juda bir chiroyli qilib berdi. Mana invektor yo'qmi sizda dedi. Albatta bor invektor. Mana invektor desa invektor ham qo'yib beraveramiz. Faqat bir narsani e'tibor qilishimiz kerak. Hurmatli obunachilar, hurmatli mana shu narsaga qiziquvchi, ya'ni sammoyga qiziquvchi ukalarimiz uchun, qiziquvchi aka-ukalarimiz uchun aytaman. Mana invektor bo'lsa ham, bo'lmasa ham bizga farqi yo'q. Lüks holatda, chiroyli holatda, ideal ravishda qilib beramiz. 20 yillik tajribaga suyangan holda qilib beramiz. Adreslarimiz Toshkent shahar, o'zgarishda joylashgan do'konlarimiz. Bemalol murojaat qiling. O'zbekistonning liboy joyida, liboy yerida ustanovka qilib beramiz. Kechagi tog'da ustanovka qilganda. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishni davom qiling.